Kelajak uchun investitsiya yoki nega tuxum hujayralarini muzlatish kerak? Mashhur maqolni bilasizmi? Kiyimni yangisida, nomusni yoshligida asra. Tuxum hujayralar bilan ham xuddi shunday holat. Yosh o'tgan sari tuxum hujayralarining sifati yomonlashadi. Buni ko'plab tadqiqotlar isbotlagan. Biz kasal bo'lamiz, pip va boshqa infeksiyalarni boshdan kechiramiz, chekamiz, spirtli ichimliklar ichamiz va yana ko'p narsa. Bizning tuxum hujayralarimiz esa hali onamiz qornida paydo bo'lganidan boshlab hayot qiyinchiliklarini biz bilan birga boshdan kechiradi. Tuxum sifatini qanday oshirish mumkin? Hop, faqat yoshargan taqdirda. Lekin omega 3 va koenzim K qabul qilish bo'yicha tadqiqotlar bor, ularda bu qo'shimchalar tuxum hujayra sifatini yaxshilashi mumkinligi aytilgan. Bu biroz shubhali, lekin mayli. Ehtimol, tanlov juda kam va biz yanada kengroq natijalarni kutmoqdamiz. Olimlar tuxum sifatini yaxshilash yo'llarini qidirayotgan bir paytda nima qilish mumkin? Albatta, o'z reproduktiv salomatligingizni nazorat qilish, har yili tibbiy ko'rikdan o'tish, tuxumdon zaxirasini baholash, uzi qilish va AMH uchun qon tahlili topshirish kerak. Agar sizning yoshingiz 35 ga yetmagan bo'lsa va siz 40 yoshgacha farzand ko'rishni rejalashtirmasangiz, chunki hozircha martaba va moddiy ne'matlar haqida o'ylayapsiz, reproduktologga murojaat qiling va o'z tuxum hujayralaringiz bankini yarating. Kelajakka investitsiya qiling. Ha, bu siz kelajakda homilador bo'lib, bola tug'ishingizga 100% kafolat bermaydi, lekin o'z genetik farzandingizga ega bo'lish imkoniyatingiz ancha oshadi.